$89.500 Shayxontohur tumani Jararu mahallasidan 70 kvadratli yangi patikulich novostroyka olishga nima deysizlar? Eng katta plyuslarni sanab beraman. Birinchisi bu kadastri borligi bo'lsa, ikkinchi plyusi birinchi etajda joylashgan. Yosh katta insonlar uchun bilasizlar, baland etajga chiqish muammo bo'ladi. Bu joyimiz birinchi etaj va полностью теплый pol qilingan. Uchinchi plyusi oldida katta parkovочный joylari bor. Xullas manzilimiz Shayxontohur tumani Jarariq mahallasi, Uzumzor restorani, ya'ni to'yxonani oldidagi ko'chalar bo'ladi. Birinchi etajda mana shu kvartiramizni sotuvga qo'yilgan. Kirishimiz bilan ko'rdinglar, chap qo'lda hozirgi kuxnya, katta razmer. Remontlar juda ham zo'r holatda. Bu bo'lsa zal, mehmonxona bo'ldi. Konservlar ham qo'yib qo'yishibdi. Mana deraza eshigini orqasida bitta kladovочный joylari bor. Bundan tashqari bitta umumiy sanuzil va bu kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Razmerlari juda ham zo'r. Xullas, uyimizni ortiqcha maqtashga hojat ham yo'q. Xuddi shunaqa birinchi etaj korobka olib, mana shunaqa sostenada remont qilaman desanglar, aniq qimmatga tushib ketasizlar. Pastda mana shu joygalar nomerni qoldiramiz, o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.